Salam dostlar, darsxonamga xush keldingiz. Bugun biz yangi bir qadam harakatini, ya'ni siljib menish qadamini o'rganamiz. Bu harakatni udarga tushirib mashq qilib olgandan keyin, ondan biz hozir qadar o'rganib kelayotgan qadam harakatlardan taq qadam, jup qadam, taq jup qadam va shundaqla bugun o'rganmoqchi bo'lgan siljib menish qadami birlashtirilgan tap usul mashq qilib boramiz. Oxirida men huzuringizga biz hozir qadar o'rganib kelgan harakatlarni birlashtirib ishlagan oddiy shakldagi bir musiqalik usulni sunmoqchi. Yoqtirib o'rganishinglarni umid qilaman. Bu qadam harakati asta yoki tez suratda ijro qilinadigan qadam harakatidir. Bu qadam harakatida o'ng yoki so'l putni oldi terak shakliga akilib, siljib mangamiz. Buning talabi bir put oldi terak shakliga kelib, put barmoqning uchi bilan yerga yengil qo'yildi. Hem şu aldığa çıkan put ulapla yerge bütün alqan bilen desep aldığa qadam taşlaydı. Onundan keyin ikinci put orundaydı. Hem şu halatda tekrarlandı. Bu qadam hareketini mu aldığa, arqaga hem aylanıp turup qilishqimi buldu. Agar bu qadam harakatini aylanib turib qilmoqchi bo'lsak, biz oldingi soatlik darslarda tilga ilib o'tgan 4 taraf 8 blokni asos qilib turib aylanamiz. Bu qadam harakatini udarga tushirganda, kuchlik udarda put oldi terak shakliga chiqadi, yumshoq udarda siljib qadam tashlaydi. Ben sizge siljib menish qadamiga mos keladigan qo'l harakatini ko'rsatib o'tay. İki qo'lni ostidan gul shaklida o'tishtirib, barang qo'l pozitsiyasiga chiqiramiz. Ondan qanot qo'lga egilamiz. Bu harakatni qadam harakati bilan birlashtirganda cho'qim, gavda, bosh teng moslashishi kerak. Bu qadam harakatini tez suratda qilishqimi bo'ladi. Tap usul mashqini qilishdan burun biz o'rganib o'tgan taq qadam, jup qadam, taq jup qadam harakatlarini qaytadan bir takrorlab o'taylik.
Mən bugünkü dərslikə biz Uyğurlar yaxtırıb anlaydigan bir xalq naqşısıga oddiygina bir usul ishlab tayyorladim. Bu usul biz öyrəngan hərəkətlər bilan ishlangan bo'lib, ishni mən siz cho'qim qila olasiz. Avval ko'krak salimi bilan boshlaymiz. Ondan etaklarni ko'tarib, siljib oldiga qarab mangamiz. Qo'llar asta barang qo'l pozitsiyasiga chiqadi. Ondan yan tirma qadamni kayniga olamiz. Qo'llar yarim qanot, yarim guldasta pozitsiyasida bo'ldi. Amdi mo'ka qadamda avval beg'ish silkish harakatini, ondan ilmaq qo'l harakatini qilamiz. Jup qadam bilan oldiga qarab mangamiz. Qo'llar yarim barang, yarim guldasta, ondan guldasta pozitsiyasiga keldi. Amdi ko'z tashlash, jilva qilishni beg'ish silkish harakati bilan birlashtiramiz. Taq jup qadam harakatini kayniga olamiz. Qo'llar yarim qanot, yarim barang pozitsiyasida bo'ldi. Amdi oldi qarab siljib mangamiz. Gavda o'ynashni unutmang. Yan tirma qadamda avval o'qiya qo'l, ondan shax marash harakatini qilamiz. Eng oxirida etak ko'tarib salom beramiz. Qiynalsa men bilan yana bir qitin mashq qiling. Boylarım din, əgib yüreğime, kin yürek
Mən bugün oğullarga ikki xil qadam harakatini o'rgatmoqchi. Buning birisi siljib menish, yana birisi ancha murakkab bo'lmagan tepib menish qadami. Biz bu qadam harakatlarini ularga tushirib mashq qilib olgandan keyin, oxirida oddiy qilib ishlangan bir muzikalik usulni o'rganamiz. Bu qadam harakati asta yoki tez suratda ijro qilinadigan qadam harakatidir. Bu qadam harakatida o'ng yoki so'l putni oldi terak shakliga akilib, siljib mangamiz. Bunun tələbi bir put aldı terak şəkli kilib, put barmaqның uchi bilan yerga yengil qo'yildi. Ham shu oldiga chiqqan put ulapla yerga butun alqan bilan dasab, oldiga qadam tashlaydi. Uningdan keyin ikkinchi put o'rindaydi. Ham shu holatda takrorlanadi. Bu qadam harakatini oldiga, orqaga ham aylanib turib qilishga bo'ldi. Agar bu qadam harakatini aylanib turib qilmoqchi bo'lsak, biz oldingi soatlik darslarda tilga ilib o'tgan 4 taraf 8 blokni asos qilib turib aylanamiz. Bu qadam harakatini udarga tushirganda, kuchlik udarda put oldi terak shakliga chiqadi, yumshoq udarda siljib qadam tashlaydi. Mən bu qadam harakatini sizga qo'l harakati bilan birlashtirib, avval asta, ondan tez suratda udarga tushirib ko'rsatib beray. Bu harakat 4 qadamdan tarkib topgan bo'lib, birinchi qadamda yerni qattiq tepib, uningga ulapla badanni yuqori ko'tarib, keyindagi 3 qadamni olamiz. Mushu bo'yicha takrorlanadi. Bu qadam harakatini oldiga, orqaga ham aylanib turib qilishga bo'ldi. Әмді біз тақ қадам, жүп қадам, тақ жүп қадам və siljib meniş qadamini birləşdirib, dap usul məşqi elib barımız.
Mən bugünkü dərslikə biz Uyğurlar yaxtırıb anlaydigan bir xalq naqşisiga oddiygina bir usul ishlab tayyorladim. Bu usul biz o'rgangan harakatlar bilan ishlangan bo'lib, meningcha siz cho'qim qila olasiz. Avval hurmat salimi bilan boshlaymiz. Andin taq qadam bilan oldiga yurimiz. Qo'llar ostidan qanot qo'l pozitsiyasiga, andin baran qo'l pozitsiyasiga chiqadi. Keyniga tepib menish qadamini jonliq olamiz. Mo'ki qadam harakatini avval udulga, andin 4 bulunga qarab ishlaymiz. Endi jup qadam bilan oldiga yurimiz. Qo'llar qanot qo'l va baran qo'l pozitsiyalarga chiqadi. Endi belni tutib turib, mo'ri etish harakatini ishlaymiz. Gavda, bosh ikki yonga teng o'ynaydi. Yantirma qadamni keyniga olamiz. Qo'llar o'qiya etish pozitsiyasiga keldi. Andin qarlig'ach qanot pozitsiyasiga kelamiz. Ham bu holatda yon terakda aylanamiz. Oldi qarab siljib mangimiz. Endi tepib menish qadamini keyniga olamiz. Eng oxirida hurmat salimi bilan tugatamiz. Qinamsa sizmi men bilan yana bir qatim mashq qiling. Bugungi dars mushu yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib o'rganganingizga ko'p rahmat. Amsa, kelar qatimliq darsda ko'rishaylik.